Ilm inson yo'lini yoritadi. Assalomu alaykum. Men Buxoro xalqaro universiteti xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi Hamroyeva Sabina Hamroyevna bilaman. Bolaligimdan shoirlar ijodidan ilhomlanib, o'z she'riy to'plam kitoblarimni nashr ettirganman. Ularning nomlari Bahor maysalari hamda Qalbim ranglari va bu kitoblarimni o'z universitetim kutubxonasiga taqdim etmoqdaman. Umum uyg'onishi uchun ijtimoiy muhit bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bitta qizimiz ichkarida Sabina Hamroyeva Bahor maysalari quvasan guldan gulga ammo tushmaysan ko'lga. Hayot shunaqa murakkab, yendirilib insonlarni shundan yetkazib kelgan. Bu universitetimizning faxri. Hammalaringizga omad, sog'-salomat. Barcha ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va shu oliygohda o'qiyotganimdan faxrlanaman.